Aytaman. Barchaga salom, yangi YouTube videomizga xush kelibsizlar. Men Gulixa Yoshmit. Strabonu. Rasulova. Familiyaga aytish xohlamaysan? Okay, aytish xohlayman. Aytish xohlaysan, hay. Rustam qizi. Rustam qizi. Nima demoqchi edim? Gapim ham esimdan chiqdi. Bugungi men O'zbekistondan bir oy yashab keldim. Biz opa-ukalar ikkovimiz ham Germaniyada yashaymiz. Yangi kelganlar uchun YouTube videomizga xush kelibsizlar. Biz o'zi uchovimiz ham butun oilamiz bilan Germaniyaga yashashimiz mumkin edi, lekin ba'zi bir oilamizdagi vakillar buni xohlashmaydi. O'zlari bilishadi. Nima, men sovg'alar olib keldim va bugun birinchi bo'lib senga onamlarni Tailand sayohatlaridan, biz hammamiz oilaviy sayohatchilar oilasi, biz Tailand sayohatidan senga olib kelgan podariklarni topshirmoqchiman. Wow. Onajon Tailanddan olib kelgan sovg'angizni berdim qizingizga, kashlokchasi bilan birga. Ochib qarasang, ichida surprizchalari ham bor. Ochib ko'rsatib beraymi? Obzorchi qilib? Obzorchi ham qilishing kerak. Onamlarni menga Tailanddan olib kelgan kosmetikalarga obzor qilaman. Anaqa Tailand deb yozilgan. Den. Birinchi ko'zim tushgan narsa mana bu marjon. Ha. Chiroyligini. Har xil rangdagi haqiqiy marjon. Wow. Taqib qo'yaymi senga? Ha, taqinchi menga. Onam aytdilar, ochilishi ham boshqa xil. Onam aytdilar, Setora eng shuni kombinировать qilib biladigan qizim dedilar. Marjon. Ibi ocholmayman. Ungacha ochaveraman. Ibi bu yo'q, bu mana magnitih. Ha, magnit. Ha, magnit. O'sam ekanman qizish. Mana uni qilib tiqib qo'ysang bo'ladi. Yarashdi. Rahmat onajon. Sen zo'r qilasan. Keyingisi. Wow. Manga ham shunaqasidan olib kelganlar, qizil rangidan. Senga bunaqa rangini sovg'a qildilar. Effektli rang ekanligi. Bu 100%lik Sholk. Ipakdan qilingan. Nimasi ham, materialchasi ham вообще zo'r. Germaniyada bunaqa narsalar juda ham qadrlanadi desam. Zo'ra? Yaltirlashini qaranglar. Quyoshda ayniqsa qanaqa yaltirlayapti. Bak. Endi oranjoviy bilan. Ay, suxur oranjoviy shuni sovuyibsan. Yo'q, istadim o'zi. Istadingmi? Yeychamiz. Yeyman. Yo'q ekan. Ha, o'zi kiyishingga narsalar bo'ladi hozir, mayli. Ba'zadasan-da, ba'zada. Kiyishing uchun. Rahmat onajon. Chiroyli. Chiroylimi, yoqdimi senga? Kiyimlarim yo'q tursa tashlab turing. Tashlab turing shuni Sitoraxon. Sovg'achangizni bo'lib o'tiribman va keyingi navbatda bu balzam Tailanddan kelgan. Tutni bargiga o'xshayapti ana bu barg. Hidlab ko'r qani ochish kerak. Mamchamni bu yo'g'ini yerda ochishing kerak. Ha. Qarachi ochamiz. Мятный, anaqa bir звездочка bo'ladi-ku. Звездочка. O'shanaqa. Звездочка. Zo'r. Nima? Naturalniy звездочка onamsan olib ketdilar. Naturalniy звездочка. Ichiga Rahmat mamoy. Mana shu badal. Marjoning yo'q. Bu men remolim bu yoqqa tursin. Qarchi men o'zimga O'zbekiston qiziqadi deb olib kelganimda, u yerda kat qilsang bo'ladi-da keyin. Bu sen olib kelganlarni. O'zbekistonga men qiziqadi nima olib kelishimni, ana bu O'zbekistondan chiqadigan toza choy ekan, ko'k choy. 95 choy-ku. 95 ham bor ekan, bu boshqasi mana. Shunday. Mana boshqasi bu. Men shu choyni olib keldim, ichamiz birga deb. Ko'ramiz. Buni o'sha qora choyi paketchalik, bu bebicha bobochalarga sovg'a qilmoqchiman. Menga faqat choy sovg'a qiladi-ku ular, mana bular sovg'a qilmoqchiman. Qo'shnilaringga. Qo'shnilarimga. Buni mamnaqa choy ichib shirinliklar bilan yeyish uchun mana oldim. Makro marketmi, mega market bor ekan O'zbekistonga mana shunaqa chiqarayotgan ekan. O'tgan safar bozorda shunaqa narsalar olgan paytim meni ko'p aldashdi. Shunaymi? Ha, o'sha uchun xohlamadim bozordan olishga, vaqtim ham bo'lgani yo'q uchun tayyor mana shunaqa narsalar oldim. Mana bu bobocha bebichaga sovg'a qilamiz. Mana bu do'stlarimizga sovg'a qilamiz. Erolik dugonam bilan eriga, bilasizlar. Yo'q, gaplashmayapmiz, lekin sovg'a olib keldim. Bu bobocha bebichalar uchun asal olib keldim. O'zbekiston asaldan.
Ha, ular shu paketga solib nima qilaman? Podarka qilaman. Подарочный paket. Bu qurt. Ana qurt. Qurdim shunaqa upakovkada Shunaqa chiqyapti, har xildan bor ekan ichida. Mana alohida asarti. Bitta asarti sosalaringiz bo'ladi. Ichiga ham upakovkacha qilingan. Endi plastik yaxshi emas-ku Germaniyada, lekin bu sovg'a qilishga zo'r. Короче, buni menga sovg'a qilishdi podpischiklarim balki videoga ham ko'rsatganman. Shunami? Vav, remolchalar. Shunaqa remolcha vishuvkalik amal ko'p bo'lardi. Vishuvka. Uncha zo'r. Aha. Buni menga sovg'a qilishdi, bitta qizcha. Bu qizchani onasi o'zbek, otasi nemis. Vav, qayerda uchratding? Nima, Buxoroda, eski shaharda u biza taniymiz bir-birimizni. Onasini taniyman. Bizaga qisha sirikomizga ota Efa qizchani. Ana, ko'rayotgan bo'lsangiz, bizga sovg'a qilishdi. Короче, sen endi komplekting bo'lishi uchun bu senga sovg'a qilingan narsalardan bittasi, yana ko'pi bu. Noza Diadem'ni egasi, brendini egasi. Nima, Nozima senga endi berib Video zvonokda gaplashganmiz. Ha, chiroyli qilib upakovka qilib bergandilar. Nozima kechirasiz, ko'rib o'tiribdilar kishi ham. Lekin men endi qanday hadim sig'di? Hadim sig'di endi kechirasan. Rasmga hechmisa menga o'sha upakovkani chiroyli upakovka qilingan men uchun. Buyam nima? Qara. O'zim videoda ko'rsatgandilar, o'zim tanlaganman, menga shuni yuborganlar. Katta rahmat. Ochib ko'rsatgin joy-joy. O'zing aytding-ku, boshqa obraz bilan kiyib ko'rsatasan deb. Yo'q, kiyib ko'rsat, keyin yana kiyib ko'rsatasan. O'zing obrazlar qilasan deyapman. Pachog'ini chiqaraman, ozgina to'g'irlaysan-da. Ha, umid qilaman. Shu masalaman. Ana yo'q. Qaranglar qanday sanat. To'g'irlasa, bu o'zi moda dedilar, hamma nima mashhurlar, shuna znamenit odamlar shunaqa aylana o'zi kiyapti. O'zi mashhur bo'lgan, menimcha senga juda ham yarashadi. Biz seni bilan olib ham kiysang bo'ladi, buni ham kiysang ham bo'lar ekan. Chiroyli. Yarashganini. Men taxlab keyin anaqa qilaman. Yarashdi. Kiyib ko'rsataman keyinroq. Ko'rasan, qanday yarashdi senga. Lo'nda do'ppilar nima moda bo'lgan. O'zing kombinirib chiqsang bo'lar ekan kundalik nimaga ham. Katta rahmat. Qo'yilishi qanday bu qiyindir, taxlash. Qiyin juda ham. Bu meni podpischiklarim sovg'a qilgan. Uyimga qo'yishga sog'-salomat olib keldim mana. Sovg'alarimni. Mana. Yaxshi, anaqasi ketdi. Achchiq ko'lga bo'lgan nimamizdan bu ikkita bobocha. Zo'ra. Prikolna qaranglar. Bobochalar. Tushiryorman iltimos. Sog'-salomat qaytib ketirganman. Qayerga qo'yay? Qo'yishun. Ana choyimiz oldiga qo'ydik. Bobochalarga qarab choy ichib o'tiramiz endi. Mana kelishdi. Qo'yish oxirgi bu nimani? Mana bilasan nimaligini buni. Darvish bu daraxtni, anor daraxtini Buxoroda anor daraxti ostida dam olayotgan darvish. Mana rasmni ko'rsatay sizlarga. Senga qirq tashlaysanda keyin mana. Go'zal. Buni onamlarga sovg'a qilishdi. Onam qizim necha pul deb so'rasalar, onamlarni tanirkan o'sha odam. Qizingizga sovg'a qilishingiz uchun sovg'a qilaman dedi darvishni rasmi. Darvishlar men uchun birinchi sayohatchilar hisoblanadi. Endi biz sayohatchi ko'chib yurishgan-ku ular. O'sha bo'lganim uchun nima uchundir men darvishlarni his qilaman. Buni rassom aytdiki, darvish bu yerda dedi, trans holatida dedi. Butun hamma trans holatida dedi, atrof hamma narsa uchib yuribdi o'sha uchun nima hamma realizovat qilibdi. Masalan, qush nima anaqalar, butun kechimalari keyin boshdan ko'rsa bo'ladi. Mana shunaqa osamiz buni qachon. Mana shunaqa birinchi nimamiz tugadi, keyingi kattaroq chimodanni hozir ochamiz.